ketaylik. Mana shu tegmadi. Hayvonmisan ekan buni nima qilib Tegma. Sen aralashmagin qizim. Shunaqa qilmasak bo'lmadi. Shunaqa qilmasak bo'lmadi. Oyi, boshqa yo'li bordir. Bu hayvon mas'ud deb o'ylab qo'ygansizmi? Boshqa yo'li yo'q qizim. Boshqa yo'li yo'q ekan. Qo'li Bo'ldi, Ojon bu yoqqa o'ting. Opajon tegmang. Tegmang Jamshid akamga. Tegmang. Ha? Hali to'liq tuzalganlari yo'q. Yechmang qo'llarini. Hali sani ishingmi bu, ha? Hali sani ishing bu, ha? Opajon, Jamni boylab qo'yib, onang bilan kelishib mana shu joylarga ega bo'lmoqchisan, suvinglar. opajon, menga qara kelinimga yopishmagin. boshqa yo'li yo'qligi uchun majbur bo'ldik opajon. Gapirma, yetaman. Oyi, yechma. Oyi, aqlinalib ketdi-ku. Yur, bu yoqqa yur. Bu yoqqa yur. Jamshid aka yaxshisiz, ha? Mana bu yoqqa yur. Oyi. Bu nima qilganlaringiz sizlarni? Tavba, u sizga tajriba uchun quyonchami tajriba o'tkazasizlar? Shunaqa qilmasak bo'lmaydi. Hozirga suvab kelaman. Oyi, Sani uying boshqa, joying boshqa. Qattan bilasan? mashinadan chiqdimi hammasi? Siz xursand bo'lsangiz bo'lardi, opajon. Jamshid akam ancha o'zlariga kelib qolganlar. Menga qarang. Sizchi? Oyim aldiysiz, men emas. Tushundingizmi? Bo'ldi, qar. Shu qorningizdagi bola bilan endi oyimni avrab olgansiz. Bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Menga umuman qizig'i yo'q. Tavba. Sizni yoningizda o'zimni oqlab o'tirishga majbur emasman. Tavba. Voy, tilini qarang buningizni, bir qarish tili. Tili 10 qarich bo'lishga arziydi. Bildingmi? Shunga yarasha ish qilib qo'ydi. Nima qilibdi, oyi? Sen qattan bilasanmi nima qilganini? Unda bir kelasan, janjal ko'tarasan. Ha, oyi, endi kelolmaganimni hadeb gapiravermang. Bilasiz-ku kuyovingizni qanaqa joyda ishlashini. Eshitsa qo'ymay qo'yadi keyin, oyi, kelolmay qolaman. Qo'yi, o'zichi shu kelmaganing tinch menga. Bunaqa keladigan bo'lsang, kelmay qo'ya qolgin. Oyi, kelmasimdan haydaysiz, a? Shu kelinchi kechani kecha demadi, kunduzni kunduz demadi. U keyinga ovqat berdi, suv berdi, kiyimini alishtiradi, yuvintiradi. Jonini fido qilib tuzatishga harakat qilyapti. Sen mamta gapirayotgan gaplaringni qaragin. Boylab qo'yib davolaydimi, oyi? Shunaqa qilmasa bo'lmas ekanda, qizim. Senga